Voyaga yetmagan va yetarlicha malakaga ega bo'lmagan shaxslarni har qancha ogohlantirishimiz va targ'ibot qilinishiga qaramay, hamon yo'llarda transport vositasini boshqarish holatlari kuzatilmoqda. Termiz shahridagi 13-maktabning 10-sinf o'quvchilari ham yaqindagina yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan maktabda tashkil etilgan profilaktik tadbirda ishtirok etgan. Yo'l transport hodisalari haqidagi video lavhalarni ko'rgan, huquqiy oqibatlari bilan tanishtirilgan edi. Ammo Alisher Navoiy ko'chasida fuqarolar ustiga loy sachratib ketgan avtotransport vositasini to'xta ishorasini berganimda yo'lda voyaga yetmagan fuqaro o'zi bilan 3 nafar maktab o'quvchilari bilan to'xtatib tekshirganimizda tegishli hujjatlarni so'ragan paytimizda yonida tegishli hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Profilaktika inspektoriga xabar berdik hamda yo'l hamkorlik uchun yo'l patrul xizmati xodimlarini chaqirdik. Bugun ish yuzasidan mashina balon teshilgani uchun ko'chaga chiqdim vulkanizatsiyaga. Keyin o'shani chaqirib qolgani uchun o'shani jiyanlarni tashlab kelaman dedi. Mashina kimniki? Onamniki. Onangiz bilarmi qaytib chiqqaningizni? Ha? Aytganmisiz? Yo'q, dadam shu vulkanizatsiyaga bordi, ana balon qilib ketdi. Faqat vulkanizatsiyaga deyilgan joy bor. Shu dadangiz biladilar qaytib chiqqaningizni, to'g'rimi? Faqat vulkanizatsiya. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima haydovchilik guvohnomasini olmasdan turib transport vositasini boshqarasiz? Biz maktablarga yurganda kelishganmiz, Shunaqa. haydovchilik huquqiga ega bo'lmasdan mashina boshqarmanglar, hali sizlarda malaka yo'q deb tushuntiryapmiz, to'g'rimi? Shunday. Nimaga xulosa chiqarmagansiz? Xatoyimdan afsusdaman. Hol boshqa bo'lmay, o'zim xatolarga tavsiya qilaman. ushbu holat yo'l patrul xizmati, Milliy gvardiya xodimlari, maktab ma'muriyati tomonidan huquqbuzarlarning yaqin qarindoshlari ishtirokida muhokama qilindi. Har biriga nisbatan qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rilib, ota-onalariga farzand tarbiyasi va kelajagi uchun mas'uliyatli bo'lishlari lozimligi tushuntirilib, bo'lib o'tgan muhokamadan tegishli xulosa chiqarishlari tavsiya etildi. Oldin ham shunaqa mashinani olib chiqib ketarmidi? Yo'q, unaqa holat bo'lmagan. 25 kuni o'g'limiz mashinani uydan beruxsat qilib ketdi. Bundan buyog'iga nazoratimga olaman. Unaqa nazoratsiz qoldirmayman. Mashina beruxsat minmaydi bundan keyin. Hurmatli ota-onalar, so'nggi pushaymon dushman. Shunday ekan, jondan aziz farzandlaringizni taqdiriga befarq bo'lmang. Yo'l xatoni kechirmaydi.